hozirgi hayotingizni siz kim bilan taqqoslayapsiz? Hozir siz kimni hayotida yashayapsiz? Aslida oldingi odamlar shunday bo'lganda, mana shu bugunim baxtli o'tsin, mana shu bugunim bir burda yegan nonlariga shukr qilgan va u ko'paytirib berilgan. Lekin hozirda nima bo'lyapti? Ko'p kishidan eshitaman. Depressiyadaman, stressdaman. Aslida nima uchun stressdasiz? Boshqalarning hayotiga havas qilyapsiz. Boshqalarning hayoti bilan yashayapsiz. Biz o'zimizni hayotimizda yashaganda biz qurgan uylarga baxtni ko'ramiz. Biz o'zimizni hayotimizda yashaganda biz olgan mashinalardan lazzatlanamiz. Siz 1 yil oldin kim edingiz? Hozirda kimsiz? Avvalambor hozirgi onimizga shukronani ko'paytiraylik. Mana shunda bizning kelajakdagi hayotimiz o'zimizga taalluqli bo'ladi. Va olgan narsamiz, qurilgan uylar barchasi baxtga to'la bo'ladi.